Oshimni lazer guruchdan qilsam ham shovla bo'lib qoladi. Go'shtini ayamay solsam ham mazasi baribir shovlanikidan qolishmaydi deganlar uchun lazer guruchmi, oddiy guruchmi, ko'p go'shtmi, kam go'shtmi buni umuman ahamiyati yo'q. O'zim bilgan kichkinagina sirlarni hozir sizlarga aytaman. Sabzini xuddi shunday to'g'raysiz, agarda gazda qilayotgan bo'lsangiz. Agarda o'choqqa qilmoqchi bo'lsangiz, bundan sal kattaroq to'g'raysiz. Go'shtni alohida qovurib olib, piyozni sovurasiz. Piyoz qizargandan keyin go'shtni solib, sabzini yarmini sovuramiz. Yaxshilab qizargandan keyin qolgan sabzini ham sovuramiz. Orasini ozginagina ochib, no'xat va mag'izlarni ham sovuramiz. Qaynoq suv solmaymiz, shunchaki to'lguncha muzdek suv solsak bo'ldi. Kamgina zira tashlab, qaynab chiqqandan keyin tuz sovuramiz. Guruchni shirasi chiqib ketguncha yuvmanglar, bo'lmasa oshinglar bemaza bo'lib qoladi. 3 marta muzdek suvga yaxshilab yuvib, qaynoq suvga uvitib qo'ysanglar bo'ldi. Video like 50 mingta bo'ladigan bo'lsa, keyingi videoda qanday qilib damlash va guruchni dona-dona bo'lib qanday chiqishini o'rgataman. Go'sht kuyib ketibdi-ku. Ko'ramiz hali ahvolingni.